Ha, o'zi bular bitta ko'payibdi-ku. Ronaldo ham kelib qo'shilibdi bularning ichiga. Ya, assalomu alaykum, bratanlar, kechirasizlar, vaqtingizlarni bir 36 sekund olsam maylimi? Qalaysan? Ronaldo brat keldimi? Ha, keldi, gaplash. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Qalaysan? Tinchmisan? Ha, rahmat. Sizni qarochi men obunachilar muxlisingizda. O'shanga bir salom aytib boring. Jo'xan obunachilariga salom. Men ketdim, bolalar, ishim bor. Ha, janob Mr. o'zi. Короче, men mashinamni ham olib kelganman. Xullas, menga ham uy qurib bergin. Men shu yerda yashamoqchiman. Ha, o'zi hamma futbolistlar shu yerda yashaydi. Ronaldo, hali senga uy qurgan yo'q. Qanaqa menga uy qurgan yo'q? Senga qayerdan qursin? Mashinangizni o'zingiz olib keldingizmi? Ha, sen ovora bo'lma dedim-da, o'zim olib kelib qo'ydim. Ha, yaxshi. Sizga ham uy quraman, brat, sabr qiling. Короче, qurda tezroq. Bo'ldi, unda ikkalalaringga bitta uy qurib bersam, chitakoy qilib, ikki xonali qilib. U ham normal ide. Bo'pti, короче, biz hozir bir ikkita o'yinimiz bor, o'ynab kelaylik. Sen qurib tur tezroq, mayli. Bo'pti, mayli. Obbo, shu yetmay turgandi. Endi Ronaldo ham kelib olgan. Buni qaraylik. Nima bizni uy, qanaqa uyimiz, qishloqimiz, sanlaga karvonsaroymi nima bo'lamayli. Endi quruvchilik ishlarini boshlaymiz yana qaytadan. Lekin menda instrumentlar, narsalar, boshqa narsalar hammasi atako yetadi. Malol yetadi hozir. Endi qurilishlar birinchi taporim bor. Qaranglar, sinay deb turib, shuni sindirib kelay borib, bir ikkita daraxt olsam, u sinsa kerak. Mana shu daraxtni to'liq olmasidan sinib ketsa kerak. O'shuning uchun kichkinaroq daraxtdan boshlaymiz. U bekor daraxt barglarini sindirdim. Hozir barglarni sindirganim uchun mana shu daraxtni sindirishga yetdi kakras. Juda ham omadliman. Ko'ryapsan, bittada shuni sindirganimcha yetib qoldi o'zi. Daraxt 60 ta bo'lib qopti, bitta yetmabdi, bir stak bo'lishga. Tak shunaqa stilda quraymi ekan bularning uyini ham. Lekin toshkamda daraxtdan qurib yuboraman chiroyli qilib. O'zimni uyimni stilida qilib 2, 3, 4 ta qilamiz takoy. Bu tomondan mana shu tak yergacha olib kelsam bo'larmikan? 1, 2, 3, 4. Lekin mana Messining uyi bir xil bo'lmay qoladi-da. O bir xil qilish kerak edi, lekin mayli, ikki xil bo'lsa hech narsa qilmaydi. Messi yig'lamaydi, chunki Messi mujik bo'lganiga yig'lamaydi. 1, 2, 3, 4 normali. O'rtasini qanday qilsam ekan? O'rtaga qanday joy qoldirsam ekan, qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan. Shunda 1, 2, 3, 4 qilamiz, bitta qo'yamiz. Ikkita qoldirib bitta qo'ysak 1, 2, 3 bo'lib qolyapti. Qanday bunday bo'lib qolyapti? Bitta kamda bitta qaranglar. Mana bu tomondan qo'shsam ekan, bitta qo'shib bo'larmikan? Yo, bu tomondan qo'shaylik. Nima edi? Messi tomonidan qo'shsak xafa bo'lmaydi-ku. Messi qanaqa xafa bu baxil emas u. Messi legenda. Messini o'zi sizlar bilasizlar, sizlar bilmaysizlar to'g'ri. Men bilaman o'zim. Bitta, ikkita, 3 ta mana bu yerga bitta qo'yamizda, mana ikkita bo'lyapti morasi. Keyin mana buni mana bu yerga qo'yar ekanmiz. Chunki baribir bu yer yetmay qolar ekanda, o'shaning uchun yetadigan darajada kattaroq qilish kerak. To'g'risini aytaymi sizlarga bitta gapni. To'g'risi, вообще ko'p futbolist kelyapti. Ya'ni qanaqa futbolistlar kelsin qishlog'imizga. Kimida Arda Güler degani bor edi. O'sha kelmoqchi edi, lekin uni kelgan qo'ymadik. Chunki bizning qishlog'imizda o'zi shunaqa odam ko'payib ketdi. Joy yo'q. Endi qayerga joylashtiramiz? Bitta mehmonxona quraymikan? Voy, qo'ya olmadim. Mayli, bitta tepaga chiqib turib qo'yib yuboraman. Okey, bo'ldi, всё. Bitta mehmonxona quraymikan qishloqda? Nima deysizlar? Rostdan zo'r ideyaga o'xshayapti. Tak 3, 4 ta qilamiz. Okey, o'xshamadi. Nimaga o'xshamadi, hayronman. Mayli. Tak, hozir qiladigan birinchi ishim mana bu yer koridor bo'ladi. Bu tomongacha keladi koridor. Mana uni hammasini shuni taxtaga aylantirib yuboramiz. Takoy, menga вообще ko'p tosh kerak endi. Polni bilmadim qanaqa blokdan qilaman. Polni ham iloji boricha toshdan qilish kerak edi-ku-ya. Lekin tosh yetmasligini o'ylagan holatda boshqacha blokdan pol qilmoqchiman. Lekin qanaqa blokdan qilay, uni ham bilmayman. Вообще hech narsani bilib bo'lmayapti. Tak, mana bu yerda eshik bo'ladi, birinchi qatorda eshik bo'ladi. Tak, eshik uchun mayli shunaqa turaversin eshik. Eshik uchun mana bunaqa qilamiz, takoy bo'ladi. Keyin bunaqa qilamiz. Bu tomonni ham xuddi mana shunaqa takoy. Yana qanday qilsam bunaqa qilamiz. Okey, bu tomonni ham shunaqa. Yana bu tomonlarni ham shunaqa qilib chiqish kerak. Lekin вообще-ta qiynalib ketyapman. Sizlarni ham yordamga chaqirsam kelasizlarmi? Qanaqasiga kelasizlar, uni o'zingizlar ham bilmaysizlar. Men bilmayman, men qayerdan bilay? O'zingizlar bilmagan narsani men qayerdan bilishim mumkin bo'ladi. Tak, hozir ikkita tosh ortib qoldi. Ikkita toshni nima qilsam ekan? Bittasini bu yoqqa, bittasini bu yoqqa qo'yib yuboraman-da, kanishni. Ana endi taxtalar qo'yib boshlaymiz o'rtadan. Mana bu yerga oyna qilinadi-da, lekin. Oyna qilinadi. Bu yer esa mana bunaqa turadi. Takoy, bu tomonda ham bitta kichkina oyna qilaylik. Javna
katta o'yna bo'lmaydi hamda o'zimdan beri bitta bunday qo'yib qo'yamiz. Takoy turadi. Bu yerga ham xuddi shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. O'rtaga o'yna kerak emas. Koridorga o'yna nima kerak? To'g'rimi yo noto'g'ri aytyapman? Noto'g'ri aytayotgan bo'lsam bemalol noto'g'ri aytyapsan Jo'xa, sen noto'g'ri yo'ldasan deb yozib qo'yaveringlar. Men sizlardan vobsheta xafa bo'lmayman. Chunki sizlar men obunachimsizlar. Obunachilarimdan esa xafa bo'lish men uchun vobsheta kerak emas bo'lgan narsa. Bo'ldi mana. Xo'p. Taxta bilan pol qilib boraymikan polni ham. Hozir tepa qatorda bir qator baribir taxta qilib chiqishim kerak. O'shaning uchun bir qator tepaga chiqib olayin. Obbo, mayli. Nechivo. Shu yerdan sakrab o'ta olamanmikan? O'ta olar ekanman. Nimaga o'ta olmayman? Nima meni ish qisganmi, ish qismagan. Xo'p, mana bu yerga bu yerlarni ham siraz qilib o'rsam, tezroq bitkatsam shu ishni keyin aytgancha janob mer yangi mashina olgan. Zaynidinning mashinasini orqasiga qo'yib qo'yibdi. Ko'rdinglarmi yo ko'rmagansizlar? Ana yerda turibdi. Ismi Rolls-Royce'mi, Rolls-Royce'mi o'shada. Qarochi bilasizlar, sizlar bilasizlar, nomini kommentariy yozib qoldiringlar. Aniq bilaman bilishlaringda. Chunki sizlar bilag'onsizlar. O'zi bilag'on obunachilarim ko'p bu meni. Mana takoy bo'ldi. Ikkinchi qavatni qanday yopsam ekan? Taxta bilan yopib o'ramiz endi. Boshqa iloj yo'q. Taxta bilan yopmasak yo tosh bilan yopaymi ekan? Tosh bilan ikkinchi qavatni ustini yopsamda, polni taxta qilib o'rsam, u ham normal edi. O'shanaqa qilaman. Qarochi bor o'z tosh olib kelishim kerak. Lekin ikkalasini o'yini birdaniga qilayotganim ham juda ham zo'r ish bo'lyapti. Chunki 2-3 kun vaqtimni ketkazib o'tirmayman-da ikkita uy qurish uchun. Hozir bitta uyni tayyor shunday qurib beraman, tamom keladi. Menimcha ular ikkalasi birga yashashni reja qilib olgani Messiga qarshimi deyman ikkalasi. Yo'q, qarshi emasmikan. Lekin bu uchalasi menimcha do'st bir-biri bilan. Messi bilan Ronaldo bir-biri bilan do'st edi. Atak hozir lekin dushman bu yog'iy dushman bo'lgani, dushman bo'lmaydi ular. Ular do'st edi. Avvaldan do'st bo'lgan ular. Hozir ham do'st. Lekin nimaga unaqa qilishyapti? Menimcha ikkalasi birga qanaqadir o'yin o'ynasa kerak-da. PUBG'mi nimadir o'ynaydi-yu. O'shaning uchun ham ikkalasi birga yashayapti. Mayli, Messi xafa bo'lmaydi. Chunki Messi shunday o'tib borsa, uchalasi bir joyda o'tirib o'ynaveradi ham. Nima hech qanaqangi uni ortiqcha yomon tarafi yo'q. Misol Messiga o'zim bitta Messi uchalasiga bitta PlayStation olib beraman, o'ynab o'tiradi yoki kompyuter olib bersa, uchalasiga bittadan telefon bersam, telefonda ham normal o'ynaydi. Lekin ular futbolist-ku. Ko'chaga bitta stadion quramiz. Stadion quraymi qishloqda? Kommentariy yozib qoldiringlar chiqaring. Stadion qursam dahshat o'yinlar bo'ladi bu yerda. Jahon chempionatlari ham bo'lib ketishi mumkin. Jahonga chempionat qilmaymiz-ku, lekin chempionatga yaqinroq birorta o'yin tashkillashtiramiz. O'sha o'yinda yutgan odamga keyin nima bersak ekan, biror nima beramiz. Bitta mashinami? Mashina uchalasida ham takoy mashinalar bor. Ko'rdinglarmi? Qishlog'imiz bugun erta parkovka joyi bo'lib ketadi. Chunki mashinalar ko'payib ketdi-da. Hammasi bittadan mashina olib kelib qo'y. Mana bitta mashina sotib olib kelayman-da, o'sha joyga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Janob merning garajida o'zi ikkita mashina turibdi. Ana jetellarga indamas, ular ham bitta mashina sotib oladi. Gapni qaranglar, sotib oladi. Ular sotib olgandan keyin o'zi bitta katta qilib avtoturargoh qursam, keyin hammasi mashinasini joylashtirib qo'ysa bo'ladi. Mana shu daraxt olib ketaman deb sizlarga aytgandim o'tgan gali videoda. Olib ketaman o'zim mana shuni. Demak, bitta bunaqa yopib qo'yaylik-da. G'alati turibdi. Nima fizika qonunlariga tupurgan holatda. Nega mana bunaqa blok kerak edi? Chunki yopishga juda ham chiroyli ko'rinardi-ku. Boshqacha usulda yopaman, hozir ko'rasizlar. Bitta bir qator tosh aylantirib chiqaman. Tosh aylantirib chiqqandan keyin ustidan yarimtalik taxta aylantirib chiqaman. O'shanda o'ta go'zal bo'ladi. Hozir birinchi tepaga chiqib olish kerak. Taxta bilan chiqaylik. 1 2 3 4 sanab o'tirishim shart emas. Xo'p, ishni osonlashtiramiz. Конечно, mud bilan mana shu yerga qo'yib yuboramiz va to'xtanglar. Bir qator oldinga chiqarish kerak. Oldinga chiqarish uchun esa Messini uyidan yordam so'rab turamiz. Shuna keladi. Beri bitta qo'yamiz-da. Keyin qanday qilamiz? To'xtanglar. Bu tomonda oxirigacha qo'yib chiqaman. Bu yerni oxirigacha qo'yganimdan keyin esa o'shani yonidan olib ketaman. Ya'ni mana buni shunday qilamiz. Shu yerdan bitta ildirib yuboramizda, tamom. Olib keleramiz, bu yoqqa olib keleramiz. Qayergacha kelar ekan? Shu yergacha kelar ekan. Normali, bu tomon ham unaqa kam emas, o'rtacha yetarlicha ekan. Tosh yetmay qolishi alam qilyapti, lekin bor, nechta tosh bor? Qo'limdagi 12 tadan tashqari. Yana 12 ta, 24 ta. 24 ta qayerga yetadi? Hozir qaranglar. 6 kara 4 bo'lsa 24 bo'ladi, to'g'rimi? Mana aka, toshimiz tugadi, tamom. Endi tosh olib kelish kerak borib yana. Yana shu shaxtaga boramanmi? Mayli, nima ham qilardim. O'zi bu futbolistlar uchun qilayotgan ishlarim juda ham ko'payib ketdi.
bu shu futbolistlar uylantirib qo'ysammikan, shu qishloqda odam ko'payib ketar, keyin odam ko'paygandan keyin yana uy qurishga to'g'ri keladi. Yo, bo'lmaydi. Keyin to'y uchun ham men xizmatchi bo'lib qolaman. Bu artist olib mehmon chaqirib borib anavi o'zbek futbolchilarini ham olib kelamanmi to'yda qatnashtirish uchun. Qanaqadir artistlar o'zim artistlik qilmasam bo'ldi. O'zim artistlik qilsam-ku, lekin ularni quloqidan quloq qolmaydi. Chunki bilasizlar, men ovozim o'ta g'aroyib ovoz, shunchaki g'aroyibki, quloqlarni teshib narigi tomondan chiqib ketadigan ovoz. Bilmadim. Balki rostdan ham o'zim artistlik qilsammikan, ularni bir qiynardim quloqini teshib. Yo'q, bo'lmaydi. Chunki yomonlik istamaslik kerak hech qachon. Yomonlikni o'ylasalaring ham istamanglar, istasalaring ham o'ylamanglar. Ikkalasi ham qarochi, o'ylamaslik kerak. Tamom. Hozir men borib bu qurilishni qilib qo'yaman, ya'ni qilib qo'yganimdan keyin, tugatganimdan keyin boshqa ishlarga o'tsam ham bo'laveradi asta-asta. Xo'p, ko'p gapirib qo'ydim o'zi shunchaki, chunki ko'p gapirish o'zi ko'p gapirmasam qilayotgan ishimni qarab o'tirsalaring sizlar zerikib qolasizlar, to'g'rimi? Yo, zerikmaysizlar, faqat gapiraymi sizlar, gapirib o'tiraveraymi? Bo'lmaydi-da, unaqa zerikib qolasizlar. Umuman zerikmasliklaring kerak, sizlarni zeriktirmaslik kerak. Bir qator moment ortiqcha qo'yib yuboribman, bir qator qaytaramiz bu yerdan. Chunki faqat old tomonni bir qator chiqarmoqchi edim. Mana shu hisobdan ham o'zi tosh yetmay qolgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi bir qator bloklarni olib tashlayman, bu yerdan chiqmayman-ku endi. Hozir orqa tomondanmi, yon tomondanmi qayerdandir chiqib kelsam, mana bu yerdan chiqib boraman. 2, 3 ta qo'ysam yetadi, 4-chi shart emas. Xo'p, ana endi mutga o'tamiz yana. Mutga o'tgandan keyin tak oldi tomonda to'liq qo'ysam, keyin orqani qilish problema bo'lmaydi. Yaqinroq borib qo'yish kerak ekan. Xo'p, mana shunday qilamiz. Tamom. Endi orqa tomonga qo'l bilan shunday qo'yib chiqaman. Tamom bo'ldi. Okey, bo'ldi. Mana shu holatda ham o'zi chiroyli ko'rinar ekan. Ustidan yarimtalik blok qo'yishimda umuman keragi yo'q. Uyning ichidan uyning ichiga bir ikkita narsalar qo'yish kerak ekan-ku, ana kim edi? Qarochi, uyning ichini baribir remont qilish kerak, ya'ni narsalar qo'yib chiqish kerak-ku, nima desam ekan. Gapam kelmay qoldi, o'sha ketdi-da hamma gaplar. Gapirib bo'ldim hamma gapni. Mana bu narsalar bor edi. Uyning ichiga qo'yiladigan jihozlar esladim. Jihozlarni qo'yib chiqish kerak edi. Lekin jihozlar yo'q. Ular zakaz qilishmagan. Messi kelgandan zakaz qilib qo'ygandi. Bular bilmayman nima pul yo'qmi? Pul bo'lmasa Messidan qarz olib tursa bo'lardi. Messi qarz beradi. Juda ham ochiq ko'ngil inson Messi. Lekin bular so'ramaydi shekilli. Bular bilmayman nimaga o'zini tepa qilib ko'rsatadimi bilmayman. Rostdan ham bular o'zini tepa qilib ko'rsatayotgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, mana aka. Tamom, cho'tki chiqdi. Bu yerga yozib bitta versta qilib qo'yaman. Bular foydalanadi baribir. Verstak bularga ham kerak. To'xtanglar, menda o'zi ikkita versta bo'lib ketdi. Amal ikkita mana shu yerga bunaqa qilib qo'yamiz. Tamom. Ana endi bizga eshik kerak. Bu yerga tak 3 ta, yana 3 ta 6 ta eshik bo'lib ketdi. 6 ta nima qilaman bilmadim. Ikkitasini bu yerga qo'yaman, mana qilib, keyin bittasini xonasiga, bittasini xonasiga mana takoy. Juda ham chiroyli chiqdi. Bu yerga jihozlarni ular o'zi qo'yib olsin. Men qo'ymayman to'g'risini aytsam. Xo'p, hozir janob mer yoniga borib aytayin, Messi, Ronaldo ham kelganini. Ronaldo ham keldi, odam ko'payib ketdi. Nima qilamiz endi deb aytib ko'rayinchi janob merga. Lekin mana mashinalar juda ham ko'payib. Uyni qaranglar. Yordimmi yo yormadimmi? Baholanglar kommentariyaga tushib. Xo'p, hozir janob mer yaxshi. Hali ham shu oltin olmadingizmi? Olib qo'y shuni sen. Bo'pti, hozir olib qo'yaman, lekin bu yerda turmasin, kimdir o'g'irlab ketsa, yana buni izidan quvib yurish kerak. O'zi o'tgan paytda yaramas yetil o'g'irlagani yetmaganda yana kimgadir o'g'irlatasiz, dabdala bo'ladi. O'g'irlaysa o'g'irlaversin, nima gap? Qishlog'imizga Ronaldo ham kelibdi. Obbo, bizning qishlog'imiz bitta komanda bo'lib ketadi yaqinda. Shunaqami deyman, sport maydonchasi ham qursak, birdan chempionat ham o'tkazib yuboramiz. Yo'q, qurib o'tirma, kerak emas, ortiqcha baqir-chaqir bo'ladi. Mayli, lekin obunachilarim qur desa nima qilay? Qur desa qurunda. Bo'pti, obunachilarim qur desa quraman. Bo'ptimi? Bo'pti, bor ishlarni ko'r endi. O'sha futbolistlar bilan o'zi band bo'lib qolding. Boshqa ishlarni ko'rmayapsan. Nima ish qilayin? Soliq to'lab qo'y. Bo'pti, hozir olib kelib to'layman janob mer. Obbo, soliqni to'lash esimdan chiqib turibdi. Necha kun bo'lib ketdi soliq to'lamagan. To'xtanglar, men qo'limda mana bu narsalar bor, narsalarni solib qo'yish yerga hozir kerak emas u menga. Ketdim, qarochi soliq olib kelaman endi.